Eng yirik aysberg erib ketdi. Ko'p yillar davomida dunyodagi eng yirik aysberg hisoblangan A23A aysbergi deyarli to'liq erib ketdi. Arksika va Antarktida ilmiy tadqiqot instituti ma'lumotiga ko'ra, A23A mayda qismlarga bo'linib, o'z asl maydonining 99%ni yo'qotgan. Yanvar oyida aysberg maydoni taxminan 1300 kvadrat kilometrni tashkil etayotgan va dunyodagi eng yirik aysberg maqomini yo'qotgandi. Bugungi kunga kelib, uning maydoni 50 kvadrat kilometrdan ham kam. Hozirda u dengizda suzmoqda va ko'z o'ngimizda parchalanishda davom etmoqda. A23 aysbergi 1986-yilda Antarktidadagi Filksner shelf muzligidan ajralib chiqqan edi. Shakllangan vaqtda uning maydoni 4170 kvadrat kilometrni tashkil etgan. Taqqoslash uchun bu Toshkent shahri maydonidan deyarli 10 barobar katta. Aysberg 30 yildan ortiq vaqt davomida Uaydel dengizida sayozlikda turgan. So'ngra Antarktida qirg'oqlari bo'ylab suza boshlagan. 2025-yil boshida aysberg yana sayozlikka cho'kkandi, ammo avgust oyida Janubiy Jorjiya orol yaqinida o'z harakatini davom ettirdi. Yil boshidan buyon aysberg 1000 kilometrga yaqin masofada suzib, Janubiy va Atlantika okeanlari tutashgan nuqtadan o'tgan. Hozir u janubiy kenglikning 49 paralleli atrofida suzib yuribdi. .uz